Al-Xorazmiyga yoki ixtisoslashgan maktablarga kirish xohlaysanmi? Ha. Zo'r maktablarga. Bitta savol beraman, agar to'g'ri javob bersang hayitga zo'r sovg'a beraman. Kelishdingmi? Xo'p, 72 ni 78 ga ko'paytirsak nechi bo'ladi? 72 ni 78 ga ko'paytirsak. Vijdondaman, qiyomat shortlarim. Vijdonga kelganman. Bugungi hayitlarga muborak bo'lsin. 72 ni 78 ga ko'paytirsak og'zaki usulda. 72 ni 78 ga ko'paytirsak. Qara-qarani bilasanmi o'zi? Qara, oson usulni o'rgataman. 72 ni oxirgi raqami nechi? 78 nechi? 2 bilan 8 ko'paytirsak nechi? Malades. 7 dan keyin qaysi son keladi o'zi? 7 kara 8 nechi? Demak 56 16 yozsak javobi chiqadi. Masalan 92 ni 98 ga ko'paytirmoqchimisan? 2 bilan 8 ni ko'paytiramiz. 16 yoziladi. 9 dan keyin qaysi son keladi? 10. 9 kara 10 nechi? Demak 90 16 bo'ladi. Tushundingmi? 64 ni 66 ga ko'paytirib ko'rsatchi menga endi o'rgatgan oson usulim bo'yicha. Aytib qilaver. 4 kara 6 24. Aha. 6 dan keyin 7 keladi. 70 ni 6 kara 7 6 kara 7 42 bo'ladi. 42. Demak oxirida 24. 42 24. 4224 bo'ladi. Molades zo'r. Endi men o'rgatdim, yordam berdim. Bitta savol beraman. Shu bo'yicha o'rgatganim bo'yicha. Agar xatosiz javob bersang, mayli sovg'ani beraman. Kelishdingmi? Xo'p. 53 ni 57 ga ko'paytirchi. 3 kara 7 21. Aha. Keyin 6 kara 5 30. Demak 3000. aha, 3000 nechi? Necha dedi? 53 ni 57 ga dedim. Og'zaki. 3021. Молодец, красавица. Zo'r vahshiy. Kalkulyator olading, to'g'rimi? Ha, o'p, kalkulyator ham to'g'risi. Bo'ldi, sovg'am beraman senga. Ha, o, ana shuncha produktda. Ha? Ha. Shunaqa. Rahmat. Buxoroda filada cho'ban kelinglar, shaharda. Qova, sovg'amni oling. Xo'p. Lekin siz ham Islomni o'rganamiz, birinchi qism senga sovg'a qilaman. Zo'r ma'lumotlar bor. Arzon achavetim. Xayr, savol bering. bitta shunday savol bering. Kimga? Nechinchi sinf bular? 5-chi sinfmi sizlar? 3 boshli ajdarho bor. Har bitta boshini bitta kessalaringiz, boshi 3 taga ko'payadi. Necha marta kesishda 15 ta bosh bo'ladi 3 boshli ajdarhoni? Necha marta kesishda? 5 marta. Yo'q, javobini kommentariyada kutamiz. Necha martada?